shahardan arzon uy qidirayotgan aka-ukalarimiz uchun bitta arzoni chiqib qoldi. Uyimiz Oxunboboyda bo'ladi, narxi 90 ming dollar bo'ladi. Sotiqaga keladigan bo'lsa 2 sotuv bo'ladi, polni pishgan qishdan qurilgan bo'ladi. Mahallalarimiz asfalt, suv, svet, gazdan bitta muammo yo'q, kanalizatsiyalargacha bor mahalla bo'ladi. Oxunboboyev, Chuqursoy mahalla bo'ladi. Endi o'sha chiroyli qilib ichkaridan bitta arzonni qilib beramiz. Xo'p, akalarim, like bosi esdan chiqmasin, yaqinligiga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Uy ichkarisiga kirib kelar ekanmiz, bitta o'zini chiroyli naves, chap qo'lda chiroyli bitta zeleniy zonasi, yot odam tomonda esa podvalga tushadigan zonasi. Uyimizni tegi yarmi podval. Xo'p, uyga kirib kelar ekanmiz. Bitta koridor, korpuslar chiroyli, 10 tomonga qarasak, ayollarimizni sevimli xonasi, oshxona bo'lib turibdi. Buni qarama-qarshisida esa bitta chiroyli zalimizga ega. Xo'p, zalimizdan chiqib chap tomonga qarar ekanmiz. Kattalar uchun bitta yotoqxona, spalni va orqasida buni havoylanish uchun joylari ham tashab ketilgan. Bu yoqdan chiqib kelar ekanmiz. Chap qo'limizda bitta qizlarimiz uchun detski, o'ng qo'lda esa o'g'il bolalarimiz uchun detski. To'g'rida esa o'zini bitta общий sanuzelga ega. Xo'p, akalarimiz, shoshilamiz. Bu uyimiz shaharda lokatsiyasi aytib o'tganimizdek, Oxunboboyev, Chuqursoy mahalla, narxi 90 ming dollar startli. Tez yaqinlarga jo'natamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yurajani qizartirib qo'yamiz. Qachondir kimgadir manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.